Ha, endi nima qilamiz? Siqilmang, dadil bo'ling. Pul ekan u. Uy, siqilmang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana 1 million so'm. Rahmat. Juda saxiy inson ekansiz. Iya. Savob ish qilishimiz kerak. Har kuni, har kim qilish kerak. Ha, ish qayerda ishlamayman dedingizmi? Ha, shunaqa dedim. 2 ta oliygohni tugatganman. Ish yo'q. Ha, ish qayerda ishlamasangiz, pulni foizini qanday to'laysiz? Ha, sizga maslahatim. Hozir 2 oylik foizini to'lab qo'ying, 2 oy mazza qilib yashaysiz. Ana pul oqibat buzadi aka. Nima dedingiz? Velosipedchi? Velosiped mandazaliga qoladi. Nimagadir tushunmayapman aka. Nima tushunmaysiz? Hozir men sizga bergan 1 millionni menga qaytarib berasiz. Shunda siz 2 oylik foizdan qutulasiz. Ha, endi tushundim. Kechirasiz. Mana 1 million berdingiz, 2 oylik foizdan qutuldingiz. Omon bo'ling. To'xtang aka. Ha, eshitdingizmi? Mana qishloqdoshimiz Sohiba bor-ku. O'shani bo'yda bo'lib qolgan emish. Xabaringiz bormi? Yo'q, undan xabarim yo'q lekin. Xabaringiz yo'qmi? Yo'q. Sharmandalik. Qishloqqa uyat bu. Esingizdan chiqmasin. 2 oydan keyin pulni foizi boshlanadi. Xo'pmi? Sog' bo'ling. Kechikmasdan olib keling. Baribir tushunmayapman. 2 oylik foizini to'ladim. Velosipedni zalogga berdim. Menimcha to'g'ri.